Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, hamma ro'ylarimizdan baralar. Qo'ldan muborak ashrashning so'z marta davramiz shoh sultonlari qilgan kir va ko'larni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Ko'ksimda yolg'iz Allohga salom assalom. Yo'l yo'tgan haq bergan nuri in'om assalom. Aqlim shur'og'i Qur'on va ilmiy kalom assalom. Barqaror burada islom yurtida islom assalom. Baxtliman islom yurtida ersam g'ulom assalom. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, munis onaxonlar, nuroniy otaxonlar, aziz opa-ukalar, jajji singiljonlar, kalla kelimning qalbi qaynoq, mehri daryo, zahmatkash bobo dehqon insonlari. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, har bir inson tug'ilib dunyoga kelibdiki, ota-onalarimiz qalbida bir maqsad sari yo'g'rilgan bir orzu umid bo'ladi. Bu ham bo'lsa, davomchilarimiz hamda merosxo'rlarimiz bo'lgan farzandlarimizning barkamol baxtini ko'rishdir albatta. Shunday ekan, ana shunday orzu umidlar ummonlarda mana shunday tekin dasturxon yozib, el-yurtga to'y tomosha berayotgan ikkala xonadon sohiblari Olimboyev aka hamda Turmovalarga, Tursunboyev aka hamda Bipasha opalarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. O'zlarining sof va samimiy sevgilari
farzandlari ila oila qurayotgan. Olam quvonch, lazzatli daqiqalar, chiroyli va gulgin hayot nasib qilib, o'zlarining ilk hidoyatdan bahramand bo'layotgan bu ikkala yosh, ikkala xonadon sohiblarining dilbandlari, jigarbandlari, ko'z qaroshiqlari Mansurbek hamda Nargizaxonlardir. So'z bergan edi bir umr hamrohing bo'laman deb, yoningda bo'lib bir tan bir jon bo'laman deb, holingni so'rab dardingga darmon bo'laman deb, bugun ul va'dasiga iqror bo'libdir. Aziz do'stlar, hurmatli davra qatnashchilari, mana shunday ajoyib misol ayyomi nikoh kechasi bilan mana shu ikkala xonadon sovuqlarini tabriklash uchun hamda ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat tilash uchun mana bugun davramizda Kalla qishloq fuqarolar yig'ini raisi hammamiz uchun hurmatli Yo'ldoshoy aka Sedamitov tashrif buyurgan ekanlar. Endi tabrik so'zini o'sha desak, marhamat Yo'ldoshoy aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli hamqishloqlar, aziz to'yga tashrif buyurgan mehmonlar. Mana bugun biz qishlog'imizning eng ajoyib oilalaridan biri Madrim Saypovlar oilasida mahrum do'stimiz, birodarimiz, yaqin og'aynimiz edi. Afsuski bugun u bizlarning aramizda yoki bo'lmasa mana shu aqtiqining to'yini ko'rishda qatnashmayaptilar. Shuning uchun men avvalambor mahrum do'stimizni, birodarimizni bugungi ulug' ayyom bilan tabriklab, mana shu dar ruhlari mana shu to'y atrofida yurgan bo'lsalar ajab emas. Shunday ekan, avvalambor men butun qishloq ahli nomidan, jamoa boshqaruv nomidan mana shu bugungi ulug' ayyom bilan Mansurbek bilan mana shu yerga kelgan kelinimizning qadami qutlug' bo'lsin deb, mana shu uvali shivali bo'lib, neki yaxshi maqsad istaklar bo'lsa shu maqsadlarga erishaversin deyman. Bugun Olimboyni mana bugungi ulug' ayyom bilan tabriklab, mana shu kelgan kelin Nurmomoga, Olimboyga rohatli bo'lsin deyman. Negaki yaxshi maqsad, yaxshi istak istagan bo'lsalar, mana shu xonadonga mehnatlarning rohati buyuraversin. Hammangizning xonadoningiz obod bo'lg'ay, topganingiz yaxshi kunlaringizga yarag'ay, hech qachon xafa bo'lmaysiz. Dunyoda tinchlik, asoyishtalik bo'lg'ay. Alloh taolo shu qilayotgan mehnatimizning evazini berib, dehqonchiligimiz barakatli bo'lg'ay. Hammangizga sihat, salomatlik, ishingizda katta muvaffaqiyat. Ikki yosh uvali chuvali bo'lsin, baxtli bo'lsin. Bularga oq yo'l turmushlarda hech qachon hech narsa aldarga to'siq bo'lmasin. Hammangizga sog'lik, salomatlik, ishingizda muvaffaqiyat. Mana shu xonadondan bo'layotgan to'y ajoyib bo'lib o'tadi deb o'ylayman. Hammangizni Alloh taolo shunga yetiraversin. Hech qachon xafa bo'lmaysizlar. Topganingiz faqat yaxshi kuningizga, to'y tomoshangizni yaraveradi. Aziz nonga, hurmatli nonga, hayotimizning hayoti bo'lgan nonga marhamat. Dasturxonimiz ochiq, to'yimiz ham ochiq. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech qachon xafa bo'lmaysizlar. Rahmat Yo'ldoshoy aka, barcha bildirgan orzu istaklaringiz Alloh taolo tomonidan inobatga olingan bo'lsin. Sizga baxtdan taxt tilayman. Tolidin boshingizga toj, mol mulkingizga omonlik u, ishlaringizga rivoj. Nega shuncha go'zal ko'rinar olam? Nega qarab to'ymas ko'zlarim? Nega jush uradi ko'kragi qon? Nega mistay qizil yuzlarim? Nega hayajonda tuyg'ular hislar? Nega lablarimda kezar tabassum? Ko'ngil guzoriga qilmasdan nega cheksiz sevinch keltirar har zum? Miya asl bahosiz ko'zgu, u ko'zguda aks etar hayot. Hayot go'zal, hayot maroqli, shuning uchun erkak ko'ngil shod. Aziz do'stlar, hurmatli davra qatnashchilari, mana shunday ajoyib fayzli dasturxonimizni, nikoh kechasini, visol ayyomini yanada fayzliroq, yanada tantanaliroq qilib o'tkazish maqsadida san'at olamida allaqachon o'z soziga, o'z ovoziga bo'lgan Xorazm klassik va lirik qo'shiqlarining mohir ijrochisi, Karvak elining asl farzandi Rahimboy Musayev boshchiligidagi bulgur san'atkorlar tashrif buyurganlar. Oyog'imda yer, boshimda osmon, chirpirab aylanib ketdi. Bugun lablarimda qolmadi armon.
bugün ahın alam samaya yetdi. Xoy bağban bağlarının ətrini tərər. Bülbüllər səvələr quşlarını səylər. Rayxanlar güllərdən yürlərimiz yesər. Bugün ahın alam samaya yetdi. Bugün ahın alam bernaya yetdi. Mərhəmət sənət görər. Düşkən orada doğulmanı közüm var. Elge kılğın savabında bil ki yar yüzüm var. Ger gafletten yere olsam vücudumda özüm var. Balam atam ölgen deme, men özünde yaşayman. Kim artığından dua kılsana, men izinde yaşayman. Balam atam ölgen deme, men özünde yaşayman. Kim artığından dua kılsana, ben izinde yaşayman. Bendesinden korkma balam, korkum fakat Hudadan. Yükünmegin herkeske, şevkat ile Allah'dan. Rastı olmak kilip kitiş, bu yalgınçı dünyadan. Balam atam ölgen deme, men özümde yaşayman. Diling tiling bir bolsa yanar, men sözümde yaşayman. Diling tiling bir bolsa yanar, men sözümde yaşayman. Arzan insan ortadaki yanıp kalan çırağıdır. Çırağı yaksan parmağıma, ruhum benimle uygadır. Hiç unutma ahirette Hakikaten soradır. Balam atam ölgen deme, men özümde yaşayman. Candan aziz ölgen oğlum, hem kızımda yaşayman. Candan aziz sevgen oğlum, hem kızımda yaşayman.
yaşayman halal bulsa tapkan namin nam tuzunda yaşayman halal bulsa tapkan namin nam tuzunda yaşayman candan aziz sevyen oğlum ham kızında yaşayman candan aziz sevyen oğlum ham kızında yaşay Çeşme derdeden pek mürdeyye aşık edasıyım Can cümbüşe girdi ahval sedasıyla ezelden ta ebed gönlüm tutulmaz iş belasıyla yürekler nalar oldu bu gönlüm macerasıyla Macar vasnan gayetsam Piri Kamal'ın duasıydan Nigaram etmedim ben Hasan'ın haliyle senin Bana sensiz bu dünyada Dirini kılmam müşkül Kireken gün geçalı bu Tirikliğinin bakasıydan
Gamımdan geriye kadım büküp durar kayırsam. Melamet taşına il yağdır divane diyek yürsen. Haber almasayn gavrum aylar muntazir kutsam. Harab olmuş mani rozum şema muhabbatdir degan ovoz olib man turuchun cho'ksam, ko'zim yoshim ravon aylab Muhammad qasrini yıksam. Agar bo'lsam yasar rastlikka umida bilan bo'lsam, seni ishqimay bilayim yana mahşer günü çıksam, kuyanlarım meni tarsav, bu maş Rabbin namosidan. Avşıvi dildağda durmam dilberim ni küllama. Ah ger buldi gam mutida pikerim ni küllama. Sayr kıldım bar bar hoş gitarim ni küllama. Ey köngül gamzada dursun bisterimni köylama. Çün şabab alidama avki isterimni köylama. Yoksa miskin ne bilir şehzadelerinin halini. Orada dağlar bilmediler saddalarının halini. Kanı veyrallar ey bilir eftadelerinin halini. Dilde derdin bulmasa derdi serimni küllama.
Teşkine dametler kilir Ger yüreğini kozlasam şiirin hikayetler kilir Her zaman Leyli'nin manna kitabetler kilir Cebrail işman bağlı perni kilir Hiç sevdası düşüyor Başıma ahvalım harap Canım eyler tenara Sima biyanlı istirana Tanıkılma zayide Könlümde gamlar bilsem Ta kişine dert dinmeyip olmadı Ağrı kevam Cebrail işkman alıp barını kövlemem Neçe güller hamdımızga vakşiyo peyreyledim Bilmedim bu yolda ya Kıldım ya peyreyledim Amacım gitti alemcim Meskenim deyreyledim La mekanlı şehrimi Bürü bile seyreyledim Dilde derdin olmasa
her şevveli Dür deryayı maani bulmuşum şevveli Dide bina bulmasın Kürcü harimni Köyleme yana Asmana olamaz üstün Belanmaz dünyanın Berendin pastın Hiç kişi asmana olamaz üstün Belanmaz dünyanın Berendin pastın Zat olmaz dilyana Rasın şikestin Hammeden kalar ey Bu küne dünya Hammeden kalar ey Bu küne dünya Senga ham yazarlar Yazsang dastur ham Minnating boş ketmas Qilsang xudojon Birovlar yo'liga Shoh qazma inson Bu qaytar dunyo bu Qaytar dunyo bu Birovlar yo'liga Shoh qazma inson Bu qaytar dunyo bu Qaytar dunyo bu
Yığlasa zorsa sahavat peşe bolgum medetkar Şah geda bulsam gircekin mazana Hammadan kalar ey bütün dünya Şah geda bulsam gircekin mazana Hammadan kalar ey bütün dünya Gözde yaş kalar Atanı yığlatsan Dilde taş kalar Gözde yaş kalar Atanı yığlatsan Dilde taş kalar Üç günü bir güne Başınga salana Bu kaytar dünya bu Kaytar dünya bu bir güne başınga sorana Bu kaytar dünya bu Kaytar dünya bu Şeyin altından bulsam bütün Xudoga şükür kıl bergani üçün Şeyin altından bulsam bütün Allah'a şükür kıl bergani Yavaş kişilikka iş düşer bir gün Bu kaytar dünya bu Kaytar dünya bu Yavaş kişilikka iş düşer bir gün Bu kaytar dünya bu Kaytar dünya Kaytar dünya bu Kaytar dünya bu
so'rab turgan shahanshohmiding yurtni so'rab turgan shahanshohmiding tunni sutga shaygan malak mohmiding ohular ko'ksida azab